Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlar. Bugun meniki 9-iyunni 2026-yil. Biz hozirgi vaqtda Shimbaydamiz. Meniki Qazimovlik ko'chasi bo'ladi. 43-maktab, ya'ni Renbay Safar maktabning artbetki tarafi bo'ladi. Aynali magazinning qasındagi shunday ajoyib uyimiz bugun sotuvga qo'yilib yotibdi. Hozir sizlarga shu uyning to'liq obzorini tanishtirib beramiz. Qarang, 43-maktab, ya'ni Renbay Safar maktab uyimizga yaqin bo'ladi. Meniki bir uydan so'ng meniki baxshasi uyimizning qasında bo'ladi. Baxshasi, maktabi barlig'i yaqin bo'ladi. Shunday ajoyib qo'ngsi qo'balarga ega yer bo'ladi. Qarang meniki. 10-marshrut yurib turibdi meniki mana yerdan. 10-marshrutka minsangizlar, so aynali magazinning qasına tushib qolsangizlar, meniki kelaverasizlar. Endi qarang, bonuslardan boshlaymiz. Uyimizga qo'shib beriladi. Shebini, tasi. Odan keyin bir mashin atizda to'prog'i bor deb atibdi. Sariqumda, ya'ni qo'shib beriladi o'sha uyga. Endi qarang, yer maydonini tanishtirayın. Su dush turibdi. So'ng art betida 50 santi yeri bor deb atibdi. So'dan boshlab o'sha uyga qarasli ekan. Ya'ni 5 sotik yer maydonga ega, dokumentlari soz bo'ladi. Meniki qarang. No atizbetki tarafi bo'ladi meniki. Mana shu yerda. Meniki to'prog'i turibdi atizda. Sariqumi. Dushi, hajatxonasi bu tarafda. Odan keyin mana fundament quyib qo'yibdi. Suyiga qarasli zabor meniki. Fundamentni quyib qo'yibman deb atibdi. Tek zaborlov kerak. Endi qarang, uyimizga kiraversangiz usti tarafda bo'ladi. Bu tarafida letniy asxonasi. Bu endi yozning kuni uyning isib ketmasin deb bu yoqqa islab qo'yibmiz deydi. Qarang meniki. Asxonasi. Mana yerda katyolxonasi, diplomat katyol deb atibdi. Odan keyin fundamentni tanishtirayın. Padoshi 30, usti beti 60 deb atibdi. So'ning ustini shöp kirjaydi salgan. Endi xudo xolisi bu qancha yillar davomida eli xizmat ko'rsatadi bu uyimiz. Sirtqada vodoprovod suvi chiqarilgan, ishga tortilgan. Hozir ko'rsatamiz. Lekin yerga o'zingiz qalaganday qilib buyursam, imorat solib olsangizlar bo'ladi. Masalan, zali, yerdan ulkan darvoza qilib, mashinangizda kirib o'rna qilib. Endi buni keyingi egasi ko'radi, xudo xolisi. Meniki qarang, bismillah deb uyimizning ishini kirib olamiz. Meniki su kiravers havuz bo'ladi. Meniki qarang, vodoprovod suv ishga tortilib turibdi. Kanalizatsiya trubalarini da tortib qo'yibdi. Mana yerga masalan qo'l yuvish o'rinlarini islayman desangizlar. Meniki qarang, turimizda zal bo'limi bo'ladi. Bu 5-3 qateli spesi. Endi mana yerda 3 xuduq peshin sap qo'yibman deydi. Buni endi nafsiyaki pajar. Bo'lmasa uyimizda gaz, to'q, suv, bu yerda Wi-Fi hech qanday mashg'ala yo'q. Meniki bu taraf yana bir bo'lmasi bo'ladi shunday. Uyimizda ko'rib turibsizlar, ixsham qilib solingan. Buning bahasi da ixsham bo'ladi. Bahasına keladigan bo'lsak 120 million so'm pul aytaman, albatta qaytaman deb atibdi. Shu yerga kelasiz, uyning egasimen kelsimli tikarda alsangizlar bo'ladi. Bonusuna shuni qo'shib beradi. Al olay bo'lsa, keyingi egasini buyursin, ishinde gumburlagan to'ylar bo'lsin deb bugungi videomizda shu maqlaymiz.